Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz 2025 yillik Nobel mukofotiga nazar degan temada hammamiz ba'zilarimiz diqqat qilganligimiz ko'ryapmiz. Nobel mukofotining sohiblari e'lon qilindi. Lekin rasmiy Nobel mukofotini tarqatish murosimi oldimizda. Bu Nobel mukofoti qandaq mukofot, bu mukofotga qandaq odamlar erishidi? Bu vaqtdagi tushunchamizni texnik chunqurlashtirish uchun, texnik tabiiy fan sohasiga texnik keng doirada bir tushuncha hosil qilish uchun bu yilning 5-dan boshlab Yaponiyadagi Qovuljon yuqori fan texnika Uyg'urlar temasida 2025 yilni Uyg'urlar uchun yuqori fan texnika qilaman deb har haftada 2 hafta bir qatam yuqori fan texnikada bilimlardan so'zlab kelayotgan bu qatimqi sonda 2025 Nobel mukofotiga nazar sonimizda Nobel mukofoti haqida to'xtalamiz. Assalomu alaykum Qovuljon, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat ham sizning izchil tirishchanligingiz, fidokorligingiz bilan mana 2025-niki 5-da boshlagan bu programma izchil davomlashib kelyapti. Buning uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqmi ko'rmanlar, yuqori fan texnika qiziqadigan qarindoshlarimiz sizning programmangizni izchil ko'rib, o'ziga mamnun bo'lganligini ifodalayapti. Bundan hammamiz xush. Buning uchun sizga alohida rahmatimizni bildiramiz. Biz deyishgandek bugungi bu suhbatimiz Nobel mukofoti haqida bo'ldi. Davomsa bu Nobel mukofoti qandaq mukofot? Bu Nobel kim u? Bu Nobel mukofoti qandaq ta'sis qilindi? Bu haqida bir qisqacha bir tushuncha bahsini bir boshlaymiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimda
söhbetimiz tügedi. Qolgan savolinglar bo'lsa, savol so'rasang bo'ldi, bo'lmasa, o'sha edi. Rahmat, Qovuljon. Endi bu Nobel mukofotiga erishgan bu yilgi olimlarning kammasi haqida qisqacha bir tushunchaga ega bo'ldik. Hozir qadar endi necha xil fanda berildingiz Nobel mukofotiga? 6. 6 yoshlarga. Boshqa yana buni halqi 6liga berishga Nobel o'zi vasiyat qilayotganmi yoki keyin o'zining vasiyatiga ketilgan turlarmi bormi? Keyin qo'shilgan turlar bor-ku, iqtisod, andan nima, tinchlik Nobel mukofoti degan narsalar keyin qo'shilgan narsalar-ku. Burun yo'q ekanda ular. Asli beradigan tabiiy fen sohasini asos qildi deymi? Burun. Şoğun dünyada en jiq Nobel mukofoti olimlar chiqqan joylar Amerikadan Amerika ko'chmanlar chiqqandi. Amerikaliklar Amerika ko'chma Amerika davlatdagi odamlar desak bo'ladi. Amerikaliklar. Ko'chman davlatiga o'mi? Amerika degan davlatim bir davlatim yo'q, unda bir madaniyatim yo'q. U bir ko'chman davlat bo'lgandiki shu Amerikalik bo'ldi hamda har jihatdan. Sen Xitoyniki 3 Xitoy olgan Xitoy ashning bir ikkisi bu deymi Amerika nüfusi. Bir Yaponlikmi Amerika nüfusi degandek. Ulardan yig'ilib anda cho'ng jiqlab ketdi. Chunki ular ishlatgan usulni hozir Xitoy ishlayapti aynan. 1945-yili Germaniya mag'lub bo'lganda Germaniyaning olimlarining hammani aeroplanga besib Einstein tatib hammani. Birinchi dunyo urushida. Hammani besib Amerika ketgan ular. Angliyacha yo'qda Angliyaning odatda hammadan amroq narsa nima? Pul. Angliya. Nega vas pul bulaydi-ku, oltin bulaydi, pul bulaydi, asariyatlar bulaydi degan. Angliyaliklar. Angliyacha yo'qda Germaniyaniki ham boyliqlarni yig'ib ketgan. Ya'ni ashuncha yo'qda hozir Xitoy ishlaydi degan. Masalan, Xitoyda hozirgi xalqaro olimlar nurg'un olimlar deydi. Masalan, bizning dangliklar akademiyada ishlayotganlar o'sha ishlaydi o'yna. Xitoy tajribaxonasida. O biz bilmaydigan Uyg'urlar necha Uyg'ur ishlar degan. Biz bu yerda nima qilamiz? Balkim tajribaxonasida o'tirib turib shu yerga yana ishlayotganlar nurg'un degan gap. Sir chiqib Uyg'ur do'ppisini kiyib жүрген bilan uyning ichida tajribaxonasida Xitoydan ishlayotganlar nurg'un bo'lishi mumkin degan. Chunki bu bir narsa tajriba qilinib, bir narsani tadqiq qilmoqchi bo'lsangiz, u yoqda nima deydi bu tadqiqotchining axloq bo'lmishi hayvondan betar narsa bu. Hayvondan tuvan kirib ketadigan gap. Yani inson bo'lgandan tadqiqotdan axloqi bo'lmasa. Shu axloq birinchi o'rinda turishi kerak endi tadqiqotchida. Bo'lmasa shu vaqtda hayvondan tuvan. Chunki bu bir narsa tadqiq qilgan sirchi uning ichiga kirib ketaversiz. Uning ichiga kirib ketgandan keyin sizga bir oshna bir shart-sharoit ta'minlab bergan uchun ish to'lab ishlaysiz degan gap. Sen 2024-niki Nobel mukofoti olgandan keyin birisi Xitoyda 2017-yilga kelib ishlagan-ku. Degandek. Shu hozircha Xitoy ashuni nurg'un pul berib jo'rayapti, olimlarni o'ziga ishlatadi degan. Masalan, maqatim 2025-yillik fan texnika nimasi munbirda mingdek olim keldi o'shaga. Demak, uning kuchini shu hozir ashni cho'ta Amerikaning ishlatgan yo'linishini ishlatadigan gap. Uni ishlatib fan taraq qilyapti, Sovetning ishlatganini ishlatib Uyg'urlarni yo'qladi degan. Tajribani ishlatadigan. Biz tajribani ishlatmay o'zimiz tajriba qazanayapmiz-da. Ham tajribaxonada biz o'zimiz ishlatib protokol ishlab yuradigan gap. Shu bo'yicha ma'nomizda uniki oxirgi nimasi biz nurg'adan bilmaydi ishlagan bilanda uniki oxirgi maqsad muddaolar ekan. Shunday qilsa o'xshash. Bundan so'ng bugungi suhbat bir şey bo'lsinmi, yana boshqa degan gaplarimiz bormi? Bo'ldi, tugadi mushayklik bo'lsin. Mushaylik qilamiz, kelar qilmoqchilik şeylar. Bizning uyqumuz kelib ketgan o'xshaydi baldiroq armanglar. Yo'q, 45 minut oldi yaqin nima emasda. Boshqa nim bo'lib qolsa, mana savol so'raysam asosan men deb bo'ldingizcha, tushun degan bo'lgandan keyin shundan boshqa men so'ragan savolim yo'q ekan, savolim tushmadi. Shuningga hamda leksiya belgisiz bo'lgandan keyin sizningki yana boshqalarga qatigan nima bo'lib qolsa, biraz uzatsak bo'ladi. Yo'q, buningda uzatsak nima deymiz?
uzatqın buldu, amma joyaqda buni toplum biz bu söhbət toplum üçün qılyapmiz emasmi? Akademiya üçün emas. Unda bo'lgandan keyin joyaqda toplumga tushunadigan holat sunishimiz kerak. Bo'lmasa joyaqda tushunadigan holat sunsak, eshikning quduqqa g'ijik chaqandek ish bo'lib qoldi degan. Ana bu to'g'ri. Saqlanib qoladi endi to'g'rida. Uni joyaqda masalan 2025 da kvantum nazariyasi, kvantum fizikasi so'zlangan gap. Endi joyaqda 2026 vaqtda yani bir daraja yuqorilgan asosda bayat dedik-ku, matematikalik ifodalanmagan narsani joyaqda biz tabiiy fannikilar ilm deb qaramaydi, bilim deb qaramaydi degan gap. Shuning uchun kvantum fizikasini hamda kvantum mexanika tuydimiz degan gap. Endi kvantum fizikasini bilmay turib kvantum mexanika so'zlab yursak u bo'lmaydi. Men joyaqda bular Nobel mukofotga erishgan narsa bu. Buni tushuntirish uchun joyaqda kvantum degan nima degandan boshlash kerak-da endi. Uni bilish uchun joyaqda shu bizning o'zimizning YouTube kanali bor, nima deb so'zlayapmiz? Bir yil bo'lib qoldi. Men azroq bir yil bo'ldi endi. Ana bu endi jiqqa kiravotganlar, kirarmanlar jiq bo'lmasmi? Lekin bundan izchil manfaat topib kelayotganlar bor-ku. Izchil kirab fan texnika qiziqayotganlar bor endi. Hammani bu xabar tabiiy anglab buni hammalardan qilgan yo'q, chunki buni tabiiy bilimlar anglash uchun bilim kerak, tushunish uchun bilim kerak buningga, hozirroq o'zi bilim bo'lish kerak. Ana bunga qiziqadiganlar izchil kiravotidi, teknik fikrlarni beryotidi. Chunki izchil davomlashtiryapmiz eng yaxshi shakllarda. Bo'lsa shu yana har qaysi fanlardan, har qaysi sohalardan işte millat aqotish uchun o'zing o'rgangan bilimlarni misol ishlarga ko'plab chiqqan bo'lgan bo'lsa, millatim univers sapasi asta-asta yuqori ko'tariladi. Chiqib qoladi. Chiqyapti-ku Facebook'larda, WhatsApp'larda bir necha bolalar kelyapti. Ashunda ko'tarilib chiqadi-ku. Yani ashlarninki birisiga biz sabab bo'lib qolsak, bizning ishimiz, bizningki nimamiz tugaydi degan gap. Bizning vazifamiz tugaydi degan gap. Yani bir o'zimizga ulanib ma'nilgan bir to'plumni yetishtirdik degan gap. O'zik holat qilib qolsak bo'lmaydi degan gap. Bizningki hozirgi tashkilotlar hammasi o'zik holat-ku. Bir-birisiningki ulanmasi bormi? Bir saylamay o'tsa, birini tug'itib berishi o'zik bo'lganlikning sababi shu. Shuni taraq qilmaydi degan gap. O'zliksiz keyin uninib o'zlik ma'lum vaqtida uninkini taraq qila oladigan, bir taraqqatni besib oladigan. Bo'lmasa shu vaqtda men manga yo'lni sen bosa deb qarab tursa shu tunugun dadasi manga yo'lni yana anasi balasi manga degan gapini. Endi sening balang ma'amda yo'lni degan gap. Turibdi, men manga yo'lni yana manga o'xshash yo'lni mangandan nima foydasi? Men manga yo'lni menga uchinchi vaqtda men uni elib men to'xtagan yerda uning ishtirib yetishim kerak degan gap oldiga. Uning endi men boramagan yerga u boradi degan gap. Bu tashkilotlar shunday degan gap. O'zining qilmagan narsani joyda qildirish kerak degan gap. Hozir tashkilotlarning hammasi qo'saq beqishdan ko'rdim boshqa narsa yo'q dem. Bizdek bir to'plumning akademiyalarni tatib hammasi. Chunki qildigan ish nurg'un. Akademiyaning vazifasi, tadqiqot o'rinlari, tadqiqot institutlari bor, nurg'un qurib olgan. Hammasi Uyg'urning ismlari, Sharq Turkistonning ismlarini qo'llanib bo'ldi. Biz nima qo'llanamiz deb men shunga kalbil deb qo'yib qo'ydim deyman. Endi ashlarcha vaqtda o'zining vazifasini ado qilish kerak. Bo'lmasa shu vaqtda atugin vazifani ado qilman debmi vazif topolmaydigan gap. Chunki uni qilgan vaqtida hozircha vaqtda bozor bir narsaning bozorcha masalan muz qaymoqni yozda sotsa degan gap. Azroq nima yozda qish bo'lgan sotaman deb tursangiz bo'lamdi? Hozir Uyg'urlar ham ehtiyojli narsa mushu kuchni. Ancha vaqtda bir mazgil o'tgandan keyin vaqtda uning vaqtmi yo'q. Uning vaqtda chunki suvga cho'kab burun kelgan zamonlar amal yo'q-da. Atrofga qaragandan keyin o'lmakdan boshqa amal yo'q, umid yo'q degan gap. Hozir vatandagi ahvollar chet eldanmi ig'ir degan gap. Chunki chet elda hech bo'lmasa Uyg'urchani pininchi o'smi yozganlar bor endi. Biroz yetish qiladi. Azroq taraqqi qilsa Uyg'urcha yozib ketadi endi. Ammo vatancha yoqda ash pininchi zamanda degan gap-da endi. Uyg'urchani. Hammasi qarasanglar 90% inkaslarninki hammasi yoqda Xitoycha yozilgan degan gap. Demak, Uyg'ur butunlay cheklanib xalqlarni yezishga jur'at qilib yoza olmaydimiz. Yozadi, ammo yozsa udil jazo lageriga udillab manganda
Shuning uchun Немишқа 30 yoshdan 45 yoshga Uyg'urlarni asos qilib tutildi? Chunki bu bir yana bir bizningki ota bobolarimizdan tortib buningki keyingi avlodlarga ulaydigan bir o'zak degan gap bu. Biz 30 yoshdan 45 oraliqi. Ashani o'zib o'tgan zamoncha buvisining gapini nevarasi tushunmaydigan, nevarasining gapini buvisi tushunmaydigan bo'lgan. Xuddi Mustafa Kamal 300 yillik, 400 yillik imperatorlikningki, madaniyatningki yıldızını kesib berib o'tgandek bir ish qilib bo'ldi degan. Ular turklar savodsizlik qildi-ku. Hozirgi kayfda o'zini topolmadi degan. Xitoy shuni o'xshash qildi degan gap. Ya'ni bir madaniyat yıldızını kesib o'tish kerak. Buncha vaqtda o'zi davomlashtirib turgan, ya'ni ulaydigan odam joyda ulaydiganni yo'q qilib bersak, ulanmaydi degan gap bu. Shuncha vaqtda asosliq tutayotganlar shu 18 yoshdan. Ya'ni biz demakliklar. Chunki bizning eng oxirgi seviye, eng oxirgilar bizlar 90ning bolalari. Bular joyda to'liqni butunlay Uyg'urcha o'qib chiqqanlar. Uningdan keyingilar joyda butunlay Uyg'urcha emas degan gap. Faqat adabiyot Uyg'ur tili Uyg'urcha, qolgan Xitoycha o'qib degan gap. Shuncha vaqtda 90dan burun bo'lsa 90, keyin bo'lsa vaqtda 80, 85, 84 oraliqligida alandan joyda hamma tutadi degan gap. Suldi degan gap. Bir qadamni sulab bo'ldi degan gap. Chunki ularning orasini o'zib etsak, yana bir avlod ularning orasini o'zib etsak, bu normal tafakkur qilgan odam bo'lsa shunday qildi-ku. Masalan, siz Xitoy bo'lib qolsangiz qanday qilardingiz? Ashning o'rnida turib o'ylaydigan vaqtimizda biz uning qarshi nimasiga qarshilik bera olamiz degan gap. Hozirgi Xitoy texnikaning taraqqiyoti nihoyat zo'r bo'ladi degan gap. Chunki uning selayotgan mablag'lar nihoyat ko'p degan gap. Shu bizim o'zimizning ashnaga nimaga qarashtiryapmiz? Bir chivinga qarashtiryapmiz, chivinga qarashtiryapmiz yoki bo'lmasa bir pilga qarashtiryapmiz yoki bo'lmasa bir cho'chqaga qarashtiryapmiz. Buni bilishimiz va buning qarta tayyorlik qilishimiz kerak degan. Quantum texnikasi dunyodagi 3 davlatning ichida bor degan gap Xitoy. Ashunda kuchli degan gap. Sunniy aqldim shu-ku? Men demasam bilasizlar. Birinchi o'rin turamiz, ikkinchi o'rin turdi degan gap. İşte biz Qumulga dunyoda eng chong sunniy aql ombirini quribdi-da, hamda tajriba nimasidan ekan. Maqitimi 2009-yillik nimadagi yig'inda yana 3ni qurdigan deyishdi-ku, dedi-ku. Sunniy aql markazidan 3ni, endi joyda energiya markazidan 3ni 2027-yilga bag'cha qurishni. Chunki nimishqa sunniy aqlga eng ko'p energiya sarf qildi degan gap. Bu energiyani nereden tepish kerak? Havani bulg'amagan, tabiiy bo'lgan energiyani qila olish kerak. Bizningki eng quyosh energiyasi eng yaxshi va angacha shamol energiyasi bor degan gap. Yana bir so'zda balkim bizning aşağıga atom energiya taqtirgan markaz qurilib qilishi mumkin degan gap. Endi buni qurmaydi degan olmaydi. Chunki dengiz bo'yi rayonlari jim turmaydigan yerlar-ku. Atom tadqiqot markazimiz shu Korilnakka Malen, shu yoqda Malen aşağı. Atom tadqiqot markazi. Maqitimilik nurg'un mablag' sarflashlarni jalb qildi-ku, shu bizning vatanga Xitoylar. Bu Facebook'ta tarqalgan narsani ko'ryapmiz, qarasak shunda bakalqa jalb qilayotgan ba'zi chiqqan videolarni qarasak hamda necha million mablag' sarflagan bir narsani da'vatida Xitoylar o'zi so'z da'vatida. Nima shunda mablag' soldi-ku, masalan, Google'mi nimaga Hindistonga 10 necha milliard mablag' soldi-ku. Chunki uning siyosiy Hindistonlik. Endi Elon Musk mashinaga nimaga Xitoyga Elon Musk Trumplar Xitoylarni vaqirishib qo'ygan bilan Trump bilan Elon Muskning eng chong foydalanayotgan yeri Xitoy. Xitoy bozori. Shuningdek bu siyosatning joyda uning og'zi qarab, buning og'zi qarab o'ynagan bilan o'ynasak ashunda quruq qoldigan gap. Ashunda o'ynagandiki quruq qolganlar quruq qoldi-ku bizningki nurg'un yerlar. O'zining xalqiga tayanmaganlik uchun. O'zining xalqining keyini tug'an bo'lsa, xalqiga tayangan bo'lsa, bu tashkilotlar shunday bo'ldi. Vaqtga vaqtda manbasi maosh uzilgan zamonlar
o'zligini taraf ketadi degan gap. Chunki hammasininki muqim ishlayotgan ishlar bo'lishi mumkin degan gap, ishdan sirт qilyapti degan gap. Chunki bizning emas u tashkilotlar hammasi. Biz pul yurib, bizning maqsadimizga maosh yurib ishlatgan bo'lsak, ondan bizning oldi degan gap. Shu maoshni kimda olgan bo'lsa, shuning oldi degan gap-da. Hani do'qningmi qilib elayotgan puli nereden keldi? Bizning Uyg'urlardan keladi. Uyg'urlardan kelgan pullarni xejlab o'ynaydi, anında bilgan Uyg'urdan kelgan pulni hisobini bermaydi-ku. Hukumatdan olgan pulning hisobini berish kerak degan gap. Hozir bu dunyo hamda tashviqot turishib qoldi. Hozir butun narsa ijtimoiy taratqularda. Erkin Osiyo radiosi taqilib ketib qolibdi. Mana shu qadar Uyg'ur yashaydi chet ellarda, shu qadar boylar bor deb anglaymiz. Shundoq shularni bir yig'ib, yana bir nima deymiz, yani işte axborot nimasini bir qurib chiqolmadik-da hamda mablag'i yo'q deganda. Bu har bir Uyg'urda chunqur qayg'u soldigan ishda bu. Qachon shu haqni qurib bergandan keyin haqni tayinimiz o'zimizni taraqqiy qildirgan, o'zimizni yangilaydigan, bunda o'zimizga tayingan bir narsani qurib chiqolmamdik degan bir narsa bilan o'ylantirdi meni. Biz hozir vatan shu nima ish bo'layotganligidan xabarimiz yo'q. Shu to'g'ri qilayotgan videolarni ko'ramiz. Lekin Erkin Osiyo radiosi bu vaqtida yangi xabarlarni anglab turdik, nima ish bo'layotganligini uni har xil bir yo'l bilan anlatib turibdi. Xitoylar ishlayotgan yig'in mezgili nima ishlar bo'layotdi, nima o'tishini anglab turdik. Bu da Xitoylar necha yig'ilishlar bo'ldi, hech qanday narsani bilmadik. Jimmidilarkim. Bularning hammasi kimizga biz yana quduq kishiga faqatlakim aniqib qilaylikda hamda. Bu bir narsalarning nima deganda, ya'ni o'zimiz qutqizilgan bir narsani qurib chiqadiganga imkoniyat yo'qmidi, yo'q emas, bor. Yani o'tirimiz shu birga ishonmaslik, bu narsa bizni tarixdan buyon shu mustamlaka qilishimizning sabablari ham shu. O'zimizning kuchli tayinib, o'zimizga ishonmaganlikdan boshqalar tayinib, boshqalarning kuchini qilib, oxiri vayron bo'ldik. Diasporadagi mana axborotimizni Erkin Osiyo taqilgandan keyin o'z qo'yib birini qurib chiqolmadik mana bu narsada. Masalan, shularni yig'ib o'rgatma, boshqa narsani qurolmadik ham ular emas, boshqa boylar, yana boshqa mablag' soldiganlar, yamiz Uyg'urlar safarbar qilib diasporada oz hisob to'plab, shular orqali dastlabki kichikroq shakllarda ko'lami bilan qurib, asta-asta taraqqiy qilib, o'zimiz yangilab mangan bo'lgan bo'lsak, bo'ladi deb o'ylam qilamadik. Bu narsa haqiqatan ichimdirdi bizlar. Shu. Hozirgi masalan hamma davlatlar o'zining sun'iy aql nimasini qurishni qilyotdi-ku. Chunki sun'iy aql hammasini haqsiz qilib bordi, ammo haqsiz bo'lsa-mu, har qanday bir davlat hozirgi o'zining sun'iy aqlini qurishini Turkiya o'zininkini chiqardi-ku oldin qatim. Cho'ng hajmli til bo'lqini e'lon qildi. Hammasi o'zininkini yasamoqchi bo'ladi. Nima ishqa? Haqsiz bergandek ishlashdan olmamdi degan bir chiqdi-ku. Yani bizning tashkilotlar xuddi shunga o'xshash. Pul kelgandan keyin biz shuni qilaveraylik deb turibdi. Bizningki o'zimizning biz xalqimizga ulayli, xalqimiz bilan bir qandaylik munosabat o'rnatmasak biz bu xalqdan kelgan manfaat bir o'ziga nisbatan Amerikadan Trump chiqib ketgan bir o'zi o'tdi ayni. O'zbekiston zaman yo'q bo'ldi bir tashviqot o'rni. Tashviqot o'rni to'qilib ketishi hozir biz cho'ng bir zarba keldi. O'tirib o'ylab boqsam, masalan, men bu ChatGPT'dan bir nechtadan bor, men uchur binas izlayman-da, ba'zi nimasini qilib. Qissa qilib chiqib uchurga qarasak, ba'zi xatlar turkcha, ba'zilari slavyancha o'xshash bir yoziqni aralashib qoladi hamda. Biznes lakin Uyg'urcha emasda. Buni qarab, shu Erkin Osiyo radiosiniki hamda nurg'un narsaga manba bo'lgan uchurlarni ta'minlaydigan taraflar bor, hammani aloqasi yo'qlik qilaversak bo'lmaydi. Hamda ba'zi byurokratlik, monopollik nima taraflari bor uni hammalari. Lekin payliq taraflari bor-da. Bir tarafni nimasini qiliblar, bular yo'qolgandan keyin hamma narsani qadr o'tildi ekanda hamda. Lekin bu sun'iy aqlga nurg'un manbalar hamma narsa o'zining qaysi davlatdan olib qolsa, o'zining tilidagi narsani asos manba qilib qo'llandi ekan. Bizning hozir hamda vatandoshlik tilimiz yo'q bo'lib ketdi. Chet ellarda bu tilimizni qanchalik qovdayapmiz, bu o'zimizning ona tili munosabatdagi xabarlar nimalar qanchalik desa qarasak, sanayilsak barmoqimizmi ishib qoldi-da, o'ntal barmoqimiz. Mushta nurg'un narsa mening o'yga soldi, xiyol soldimda qilib boqamiz. Buni qanday qilib qutqizib qolib qolamiz deganda o'zimizga tayanmay,
Hani ayaydigan nemizmi qolmadi. Xitoy hamma narsa yo'q qilib aytgan eng og'ir narsa nima bo'ldi? O'zimizning yanchiqni bor iqtisodni chiqarib, Uyg'urlarni tama ko'ruvlar deb xalqning qo'liga oladigan mushtaq bir xalqni bir yetaklab qiladigan bir ishni qilmasak bu ishlar nima ekan deb. Yani buning oxirgi oxirini biz bilmaymiz hamda. Faqat hamda his qilganlarimiz o'tirib nurg'un narsa kallamga kirib oladi masalan. U qilish hozirgi saviyada bek tez. Chunki u tashkilotlar va boshqa narsalar cho'liqda hammasi ishonch degan bir narsani yo'qotib o'tdi xalqning bu Bor saviyalik odamlar haqiqatan jiq, lekin bu tashkilotlar o'tirisiga ishonchsizlik, tashkilotlarga monopollik, byurokratlik bu bir narsa bizni shunday texim chechilan qilyapti-ku bu nimalarnikilar. Buni tuzash uchun qanday qildi? Xalq hamda uyg'onib, xalq o'zi bosh ko'tarib, ya'ni baribir iqtisodiyot yordam qilmay, yana bunday qilib qolsak, yana o'zimizga ziyanki, shuning millatni ko'tarish uchun o'zimiz qo'zg'almasak bo'lmaydi ekan degan bir ong kelib qaytadan bir nima qilmasak, oyaydigan nimizni hammada hamda. Tama ko'luvlar deb ozdan o'zimizningki kelgusimiz haqida o'ylanib, o'rnimizdan dast olmasak, bu qatim nima qilib qolsak, menga bosh ko'tarolmaydigan bir yetib qolgan gap. Kechgacha bundan sakal umid emas, duo qilamiz, uni qilamiz deymiz, shu duo bilan hammasi harakatlan bog'liqda qilgan hammamizda. Harakat yo'q, qo'rqqan duolarimiz, qo'rqqan nimalarimizmi ko'ryapmiz emasligini. Shuning uchun eng oxir o'zimiz ichimizdan portlab chiqadigan, haq tayanmay, o'zimizning kuchga tayanib, oz bo'lsaqmi o'zimiz qilib, soz qilib, o'sha o'zimiz taraqqiy qildirmasak, boshqa bir kuchga, sirtqi narsaga tayinib qolgan bizniki bu 76 yillik davorimizni qarasak, hammasi so'zlasak gap to'la, hamma narsa reallikka chiqyapti bugungi kunlarda-da. Yana so'zlasak bu nima bo'lib ketdi ekan, programmani mishaycha oxirlashda 1 soat ulabda qolgan. Kelar qatamliq programma ko'rishaylik. Har qatamliq programmada mushtaq realligimizdagi ichinish ahvollarni ozdan ichib berib, xalqimizning tafakkur qilishini, xalqimizning o'zining millati oldidagi bir mas'uliyat majburiyatini turib, nima ish qila olayman millatim uchun degan bir narsa o'ylab beqishni ozdan mushtaq savollarni qo'yib qo'yaylik. Bugun programmani shunday oxirlashtiramdik. Bo'ldi. Kechiring so'zsan, oshkora degandek. Qaynab qoldik. To'g'ri tushuninglar, realligimiz shu, realligimizni chatnab, oshiri boshqa qilib o'ylamay, hammasi realligimizni ancha analiz qilib turinglar. Savol qo'yinglar, o'zimizga savol qo'yaylik, atrofimizga savol qo'yaylik, qayda qilib millatning qadrini tiklaymiz. Bu har bir Uyg'urniki, diasporadagi Uyg'urlarniki o'yladigan bir jiddiy bir maslik kirish kerak-ku bu narsalarniki. Qolgandan qachon mushaqqa programma o'rlashtiramiz, hamma Allohga omonat degan so'hbat program mushaqchi bo'lsin, kelar qismini ko'rishaylik. Allohga omonat.